Başında ayarladım. No, non chissà questo. Versa çimdikanda üskak bölgeni dedim mazal sedi. Mazalı? Mazal sedi. Siz dedim mazal geçti. Kechirasizlar, men mikrofonni qo'shmasdan gapirib boshlabman. Hujur. Assalomu alaykum yana bir marta. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz demak o'sha nimada prezentatsiyalar tayyorlash borasida bo'ladi. Bu mavzu bizlarda adashmasam yo 2 yo 3 para davomida o'tiladi. Kengroq o'rganiladi sizlarda. Shuning uchun bugun PowerPoint'da qanday qilib nima qilamiz? Ana shularga to'xtalamiz. Ya'ni PowerPoint'da prezentatsiyalar tayyorlash jarayoni. Ovozim eshitilyapti, hurmatli talabalar. Ovozim eshitilyaptimi? Darsni boshlamoqchiman. Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, bugun dastlab o'sha PowerPoint'da prezentatsiyalarni qanday tayyorlaymiz? Ana shularni qisqacha ko'rsataman. Keyin kecha darsda sizlarga va'da berdim. O'sha platformada topshiriqlarni qanday bajarish jarayonini ko'rsatib o'tib ketaman dedim qisqacha. Oldin ham qisqacha ko'rsatdim adashmasam. Bugun bu platforma ishlab turibdi hozir. Platformaga hozir men sizlarga nechta topshiriqni joylashtirdim. Endi ko'pchilik o'zi joylashtirib boshlabdi. Baholashlarga sekin keyingi haftalardan, undan keyingi haftadan boshlaymiz. Demak, hozircha bitta, ikkita, uchta, to'rtta topshiriq joylashtirildi tizimga. Demak, o'sha tizimga joylashtirilgan topshiriqlarni sekin bajarib turaverasizlar. O'sha bo'yicha kimdadir qanaqadir savol bo'ladi bo'lsa, dars oxirida demak 10-15 minut davomida men shu narsalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, biz prezentatsiya tayyorlash uchun o'zi qanday yo'l tutgan ma'qul degan savol kelib chiqadi. Endi hozir talabalar orasida shunaqa narsa ommalashib ketyapti. Hozirroq matn tayyorlaydi. Sun'iy intellekt, ya'ni AI'lar bor. Matnni tashlab berasiz, u prezentatsiya qilib beradigan AI'lar bor, lekin bular men hozirdan sizlarga aytib qo'yaman. Bir mantiqsiz prezentatsiyalar tayyorlab beradi. Sababi siz o'zingiz unga odatda o'sha AI'larni biz qanchalik chiroyli qilib o'qita olsak, u bizga shunchalik yaxshiroq natija beradi. Sun'iy intellekt tizimlari shuning uchun har qanday prezentatsiyani o'sha sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan prezentatsiyani men tayyorladim deb buni yuklash noto'g'ri bo'ladi. Buni iloji boricha nima qilish kerak? Nima deymiz? Qayta ishlash kerak bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi variantlardan bittasi, masalan, men o'zim
foydalanadigan usullar tayyor internetda shablonlar o'zingizga to'g'ri keladigan shablonlarni topib olish kerak birinchi. Va sizlar bilan bizlar o'rganamiz, masalan, Canva endi bu keyingi haftada o'tadigan mavzumiz Canva'da prezentatsiya ishlash. Mayli, biz Canva'miz Slide Store degan bor. Bu yerda prezentatsiyalarda tayyor shablonlar bor, yaxshi tomoni. O'sha dizaynerlik qobiliyatimiz bo'lmaydigan bo'lsa, yetarli darajada biz yaxshi, chiroyli ko'rinishda prezentatsiya qila olmasligimiz mumkin. Shuning uchun sal nima qilishimiz kerak bo'ladi? Kim nima deydi, o'sha bilimga ega bo'lishimiz, yetarli darajada bilimga ega bo'lmaydigan bo'lsak, biz baribir tan olish kerak, chiroyli ko'rinishda dizayn qila olmasligimiz mumkin. No, masalan, aynan sizlarning sohaga oid bironta shablon izlab ko'ramiz. Psixologiya. Bu yerda endi har xil o'zingizga ma'qul keladigan dizaynni olishingiz mumkin. Bu yerda endi qarash kerak bo'ladi, faqat nimalar, nima deydi, ya'ni premiumlar ham bo'lishi mumkin, bepullari ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, masalan, men information technology bo'yicha shablon izlayman. Mavzumiz mana shunga mosroq, ko'proq. Ixtiyoriy shu yerda. Demak, o'zimizga ma'qul kelgan bironta shablonni ko'ramiz va o'shani olib turib o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Misol uchun, lekin bu premium, mana e'tibor beringlar, premium bo'ladigan bo'lsa, mana bu belgi turadi. Buni sotib olib ishlatish mumkin. Ya'ni sizda premium akkaunt bo'lsagina uni olishingiz mumkin. Aks holda bundan foydalana olmaysiz. Lekin mana bu demak tekin ekan. Download qanaqa formatda deyapti? PowerPoint, xohlasangiz Google Slides, xohlasangiz PowerPoint, xohlasangiz Canva formatda. Mana PowerPoint formatini olamiz biz. Ochamiz slaydimizda. Mana demak ochildi. Endi shuni o'zimizga moslab o'zgartirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, chaqayib ko'p olamiz birinchi. Demak, fayl nomini oddiy PowerPoint deb o'zgartirib oldik. Masalan, mavzuni qo'yamiz. Demak, mavzumiz PowerPoint bo'lsin mayli. Masalan, kichkina zaголовок, ya'ni kichik temasi. Kichik temamiz prezentatsiyalar tayyorlash bosqichlari. Lekin endi masalan bu dizayn bizga ma'qul keldi, lekin aynan o'shani o'zini saqlab qolamiz degani emas, sababi bu mavzumizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Buni endi o'zimiz xohlagan ko'rinishda qaysidir slaydni o'zimiz qoldiramiz, ma'qul kelganini, qaysidir birsini olib tashlaymiz, qaysidir birsiga o'zimiz nimadir qo'shimchalar kiritishimiz mumkin bo'ladi.
Masalan, mana bu rasm menga yoqmayapti masalan. Buni o'zgartiraman. Ya'ni bu PowerPoint mavzusiga mos emas. Agar bu masalan bu rasm mana Excel'da o'rgandik sizlarda, ya'ni statistika, boshqa degan ma'nolar bo'lganda bu mos kelar edi. Shuning uchun menga bu mos kelmayapti. Bu rasm, buni o'zgartiraman. Endi rasm mos rasmni qanday izlash mumkin, qayerdan topish mumkin? Men o'zim ko'p qo'llanaman. Prepik degan sayt bor. Prepik.com. Misol uchun bu yerdan izlayman. Slides degan mavzuda ko'raman. Rasm, demak, ana shu mavzuga mos keladigan. To'g'ri kelsa, boyagi illüstratsion rasmlarni izlab ko'ramiz. Chiqsa, agar chiqmasa boshqa narsa izlab ko'ramiz. Ya'ni boshqa ko'rinishda nima beramiz? So'rovni o'zgartiramiz ko'rinishini. Demak, bizga bunga mos hech narsa chiqmayapti. Mayli, boshqacha prezentatsiyaga ko'ramiz. Masalasi chiqdi. PowerPoint'da o'zlab ko'ramiz. Bizga taqdimot jarayoniga oid qanaqadir nima kerak? Illyustratsiya kerak. Shuning uchun taqdimot illyustratsiya qanday? Ko'rikchi, dastur turgan biron nima chiqishi mumkin. Bu taqdimot mana buni o'zgartiramiz. Eng oson varianti mana bu yerda yozuvda olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Nima degan rasm ekan? Bu kelmas ekan. Mana. Sal vaqt oladigan jarayon albatta, lekin topsa bo'ladi. Mayli, hozircha mana bunda qolamiz. Mana shuni ishlatib turamiz hozircha. Endi mana shu ma'qul. Prezentatsiyaga qandaydir ma'noda to'g'ri keladigan rasm. Demak, mana buni o'rniga o'sha rasmni qo'yaman. Olib tashlayman. PowerPoint bilan bog'liq nimadir qo'ymoqchi edim. Google'dan izlab ko'ramiz.
Tertemiz. Evet. Bu logosunu koyuyoruz. Rasmni saqlayib olamiz kompyuterimizga. O'sha rasmni joylashtiramiz. Qaranglar, endi kompyuterda ishlagan paytda yana misol uchun mana rasmlar topasiz, ularni misol uchun PowerPointga mana formatda joylashtira olmaymiz. Ya'ni web format, web formatda biz JPEG ga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun internetda standart nimalar bor? Web to JPEG deymiz, PNG deymiz. Mana onlayn servislarga kiramiz, konvertatsiya qilib olamiz hozir. Boyagi faylimizni select file. Demak, bo'ldi. Convert. Download qilamiz. Zagorskani ichiga tushdi bizda. Endi mana bu joyda yopamiz. Boya bizga kerak emas bo'lib turibdi. Mana shu rasm ko'rinish. Mana. Endi misol uchun mana e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi slaydimiz sal o'zimizcha o'zgartirdik. Ya'ni tayyor shablon edi, o'sha shablonni o'zida qolib qo'ymadik biz. O'zgartirdik. Endi mana rasmni ham buni o'zgartirish kerak. Endi hozir vaqt ketadi deb bu narsaga to'xtalib o'tirmadim. Şimdi ko'rinishda demak nimalarni ishlatsangiz bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, men o'zim prezentatsiyalarimda ko'p nima qilaman. Masalan, mana mana shunday ikonkalarni ko'p ishlataman. Hozir ochaman bittasini. Mana bu yerda ham mana shunday nimalarni tayyorlagan paytda bularni standart o'sha shablonlarni olib, o'shalarni o'zgartirishga harakat qilaman ko'pincha. Mana bu ham misol uchun o'sha prepikdan olingan subd nimasiga bog'liq bo'lgan nimalar, elementlar. Endi bular tushunarli. Masalan, bundan tashqari endi ikonkalar kerak bo'ladi. Mana bu shablonlarni oladigan bo'lsangiz, o'zida tayyor ikonkalar bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, mana bular ikonkalar tayyor. O'shalarni foydalanib, endi bu ikonkani ishlatgan paytda bu o'sha ishlatayotgan ikonka biz qo'llanayotgan nimaga mos bo'lishi kerak. Endi mana shablonlarni eng oxiriga o'tsanglar, o'zi tayyor mana bu yerda o'sha nimaga sohaga oid har xil ikonkalar tayyor turadi. Mana shularni foydalanishingiz mumkin. Endi savol paydo bo'ladi, buni qanday foydalanish kerak bo'ladi, boshqa narsa kerak bo'ladi. To'g'ri, shunday ko'pchilik nima qiladi, to'g'ridan to'g'ri olib turib ishlatadi. Bu noto'g'ri. Uni qandaydir bir dizayn berish kerak, boshqa narsa qilish kerak va hokazo. Masalan, mana nima tayyorlaymiz hozir? Mana shu yerda olaman. Mana ta'lim bilan bog'liq ikonkalardan hammasini olib olaman men. Slayd tayyorlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan narsalarni qisqacha bitta nima tayyorlaymiz. Yozyapmiz, bu uncha nima bo'lmayapti ko'rinishi, no sal kichiklashtiramiz sherik uchun. Demak, mana endi 1 2 3 deb turib ana shu narsalarni qilamiz. Buning uchun men mana yerga boya ikonkalarni olib qo'yib turaman. Chekkaga mana 1 deyapti. Mana bu 1 emas, 1ni olib tashlaymiz. Uni o'rniga mana ikonkani joylashtiraman. Masalan, mana buni qo'yaman deb bu yerga
Uncha chiroyli chiqmayapti hozir. Buni ko'rinishni chiroyli qilishimiz uchun nima qilamiz? Demak, mana buni formatiga o'taman. Buni rangini o'zgartiraman. Tak, yo'q. Buni rangini o'zgartiramiz. Mana. Demak, qarang. Oq rangga o'zgartirdik boya ikonkani. Mana endi bu yerga yozamiz masalan 1. Misol uchun ketdi dizaynga. Demak, mana buni ham fonni boyagidek o'zgartirib olaman. Endi bunga mos bu yerda demak nima desak bo'ladi bu yerga ketma-ketlik deymiz biz. Vaqt deymiz. Ketma-ketlik endi bu vaqt bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'lgani uchun mana bu vaqt belgisini ikonkasini joylashtiraman bu yerga olib kelib. Mana buni ham demak formatga kirib mana oq qilib oldim. Yani bu bilan bir xil bo'ladi va fonda yaxshi ko'rinadi. Keyin 3-chi slaydda tayyorlashda nimaga e'tibor berish mumkin? Matnga deymiz. Matnda mana bu demak kommentariy belgisi o'shani ishlatamiz. Mana degan bu doktorchiliklar uchun. Yine uzmanlık kursunu yükseltip olmamız. Yok çıktı ya. Ve to'rtinchi nimani aytish mumkin? Demak, dizaynga e'tibor qaratish kerak, slayd ketma-ketligiga, matnga va grafika. Degan endi grafika bilan bog'liq nimadir borligi bu yerda. Grafikaga to'g'ri keladigan belgi. Vaqtga mana buni ko'chirgan bo'lar ekan. Mana bu olsakam bo'ladi. Mana nima bilan bog'liq belgi, nima deydi? Videolar bilan bog'liq belgi. Hozircha dars jarayonida bunga vaqt ketmasligi uchun nima qilamiz? O'zinglar nimadan kelib chiqib, vaziyatdan kelib chiqib buni o'zgartiraverasizlar keyin. Joylashtirib olamiz. Ranglar uyg'unligiga kelganda bu ham juda ahamiyatli narsa. Mana misol uchun ketdi. Endi boyagi o'zi tayyor shablonda turgan narsa ana shulardan iborat edi. Biz demak uni o'zgartirdik. Misol uchun bo'ladi. Endi bu yerga qandaydir
mana shu slaydlar bilan bog'liq qandaydir illyustrativ rasm joylashtirishingiz mumkin, boshqa narsa qilishingiz mumkin. Shu ko'rinishda bu narsa amalga oshiriladi. Endi bular o'sha slaydlar tayyorlash jarayonidagi eng nozik jihatlardan bittasi, ya'ni biz urg'u berib qarab o'tishimiz kerak bo'lgan elementlar. Shuning uchun demak sizlarga hozir demak asosiy nimani qayerdan olish mumkin, ana shu narsalarni demak qisqacha tez-tez tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman. Demak, illyustrativ rasmlar qayerdan olinadi? Demak, men o'zim ko'p ishlataman bunaqa. Balki sizlar oranglarda o'sha prezentatsiya ishlaydi, nima qilib yurganlar bo'lsa, balki boshqa saytlardan foydalanishi mumkin. Demak, Freepik.com. Demak, ushbu nimani yozib olasizlar. Bu demak illyustrativ rasmlar. Demak, har xil rasmlarni nima qilish uchun ana shu yerdan foydalanishingiz mumkin. Hozir boshqatdan keyin ochib qo'yaman. Demak, keyin yana ko'p kerak bo'ladi. Plot icons. Bu ikonkalar har xil. Masalan, qanaqa ikonka kerak bizga? Slayd masalan. Slayd degan ikonka kerak. İzleyimiz. Slayd bilan bog'liq mana ikonkalar chiqadi mana. Misol uchun prezentatsiya qilyapti mana. Boshqa narsa qilyapti. Bular boyagidek har xil ikonkalar 1, 2, 3 boyagidek san'at nimalarni ko'rsatadigan bo'lsangiz, boshqa holatlar uchun to'g'ri kelishi mumkin. Demak, plot icon endi boyagi internetda hozirgi kunda ko'proq rasmlarni izlaydigan bo'lsak, web formatda chiqadi. Web formatda chiqadi. Ana shu holatda sal muammolar bo'lishi mumkin. Demak, har xil bu yerda faqat web emas, mana misol uchun audioni konvertatsiya qilish, arxivlarni konvertatsiya qilish, konvertatsiya hujjatlarni qilish va hokazo juda ham ko'p narsalar bor. Misol uchun mana webni PNG ga yoki u formatdan bu formatga, demak juda ham ko'p formatlarni almashish uchun demak maxsus konverterlardan foydalanish kerak bo'ladi. Buni ham yozib qo'ysanglar, sizlarga zarar qilmaydi. Online konverter. Demak, juda ham ko'p formatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Mana e'tibor bersanglar, mana ancha prezentatsiyalarni qilish mumkin. Mana PowerPointdan qaysidir nimaga shriftlar bilan ishlashingiz mumkin, vektor o'sha grafikalar bilan ishlashingiz mumkin. Demak, AutoCADlar, boshqa demak, rasmlar, ya'ni rasmni bir formatdan ikkinchi formatga, misol uchun hozirgi ayrim nimalar, nima deymiz, o'sha iPhone'lar deymiz, ular boshqacha formatda tushiradi rasmni. Sizga JPEG formatda kerak. Agar maxsus programmangiz bo'lmasa, uni o'zgartira olmaysiz. Mana shunday holatda demak, mana shunday tizimlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun umuman nimalar bilan ishlagan paytda rasmlar maxsus bugungi kunda bir narsani esda saqlab qo'yinglar, sizga nimadir qilish uchun maxsus programmalar shart emas. Masalan, mana ertaga tizimga sizlar topshiriq yuklaysizlar. Masalan, Wordda tayyorlaysiz, masalan, topshiriqni, misol uchun mana PowerPointda slayd tayyorladingiz. Juda ham rasm ko'payib ketdi ichida. Demak, o'sha slaydni yuklash kerak tizimga. Tizimga yuklash uchun sizlarga chegara qo'yilgan, 2 megabayt chegara qo'yilgan. 2 megabaytdan u yog'ini yuklab bilmaysiz. PowerPointni o'zini yuklayman desangiz, mana rasmlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni hajmi katta bo'lib ketadi. Bunday holatda nima qilasiz? Mana misol uchun hozir mana shu slaydimiz tayyor bo'ldi deb tasavvur qilamiz. Mana shu sizni bitta mana qaqras nechinchi topshiriq. Demak, 9-mavzu bo'yicha o'sha PowerPoint Canva'da dasturlarda ishlash mavzusida topshiriq. Siz tayyorlab bo'ldingiz, bu yerda demak o'sha PowerPointda slaydni ishlab yuklash kerak bo'ladi. Mana demak, сохранить как. Masalan, Rahimova. Mana demak,
Misol uchun yozyapman. Saqlanib qildik. Bo'ldi, tayyor. Mana e'tibor bering. 7 megabayt bo'lyapti hajmi. Buni yuklay olmaysiz. Misol uchun mana men kiraman topshiriqni bajarishga. Birinchi nimaga o'tib olaman? Talabaga aylanib olaman. Demak, mana Rahimova mushtariy. Bu talabani roliga o'ta olamizmi? Mayli, men o'ta olmayman. Buni qarang, mayli. O'zim studentga aylanaman. Переключиться в роли. Demak, student. Kursga kirdim mana. Endi taksilarda nima ko'rinsa, boya menda boshqacharoq ko'rinardi. O'sha narsa ko'rinyapti. Kelaman mana, talabaman. Demak, mana topshiriqni bajarmoqchiman. Добавить ответ на задание. Endi menda ruscha turibdi, sizlarga qulay bo'lishi uchun o'zbekchaga o'tdim. O'zbekchada to'g'risi to'liq perevod qilinmaganda bu tizim. Demak, taqdimnoma qo'shish mana. Demak, yuklash kerak. O'sha faylni. Bu faylni mana Rahimova mana olib kelib bu yerga yuklayman men. Qarang, mana chiqyapti. The file Rahimova M is too large. The maximum size you can upload is 2 megabayt ko'rsatyapti. Ya'ni siz 2 megabaytdan ortiq narsa yuklay olmaysiz. Nima qilsangiz ham. Buni demak bunday holatda muammoni hal qilish kerak. Buni bitta yo'li bor. Mana kattayib ketdi. Buni oson varianti saqlanib kiramiz. Birinchi PDF formatga o'tkazib olamiz. Osonni. Sababi PDF bo'lsa menga kelib tushgan paytda ham bu o'zgarmaydi. Birinchi qilib ko'radigan ishingiz mana bu minimalniga qo'yasiz, ya'ni internetda publikatsiya qilish uchun hajmini kichiklashtirib ber degan, lekin yetarli darajada kichiklashmasligi mumkin. Mayli, hozir ko'ramiz. Demak, saqlanib bosdik. Necha megabayt bo'lar ekan? Demak, qarang. Faylimiz ochildi PDF formatda normalniy. Lekin faylni hajmiga qaraydigan bo'lsak, mana 2 da 9 ekan. Ko'ramiz. Qabul qiladimi, yo'qmi? Menimcha 2 dan ortiq bo'lsa, o'zi qabul qilmaydi. Buni ham tashlab ko'ramiz mana. Bu ham 2 dan katta deyapti. Endi nima qilamiz? Endi maxsus saytlar bor, buni ham hal qiladigan. iLove.pdf.com ana shu saytni ko'p ishlataman men. Compress PDF degan bor mana. PDFni hajmini kichiklashtirish. Kiramiz. Mana shu yerga boya Rahimova deganni joylashtiraman mana. Recommended compression, ya'ni o'rtachasiga qo'yamiz. Compress, ya'ni faylni hajmini kichiklashtirdik. Qarang, 1 da 9 bo'ldi. Endi muammo yo'q. Demak, sketchat qilib olamiz, ko'chirib olamiz. Ochamiz fayl turgan joyda. Endi topshiriqqa kelamiz. Mana Rahimova kompressor bu yerga joylashtirsak bo'ldi endi. Bu hajmi 2 megabayt bo'lgani uchun muammo yo'q. Demak, saqlash mana. Bo'ldi, sizlar qiladigan ish ana shundan iborat. Demak, siz buni qilib topshiriqni, demak, shunday yuklaganingizdan keyin, demak, men rolga qaytaman, o'zimning rolimga, ya'ni o'qituvchiga aylanaman. Tilda ruscha qo'yib olaman. Perevod qilingan joylarim bor. Mana qarang, menga o'zi menda nima ko'rinyapti? Oldingi safar ham ko'rsatdim sizlarga mana. Bitta javob berildi deyapti. Nimaga? Demak, 36 kun 12 soat vaqt bor. Qancha vaqtida qolib turganini ko'rsatib turadi.
Bakalashga kiraman. Bu yerda az. Bu yerdan kirsam bir taraf ko'rib chiqishim kerak. Ro'yxat bilan ko'raman shuning uchun. Kiramiz mana. Ответ на задание. Mana qarang, отправлено deyapti. Otsyenka baho qo'yilmagan. Kiraman otsyenkaga. Masalan, 100 dan deyman, 82 ball deyman. Saqlaning. Ya'ni bu yerda men ko'rib chiqaman nima ishlaganini hammasini, muammosi yo'q. O'sha slaydingizni bir taraf ko'rib chiqa olaman mana bunday faylingizni. Bo'ldi, ko'rib chiqdim. Mana baho qo'ydim. Saqlaning. Bo'ldi. Mana qarang. Ответы. O'zim ko'zimga bo'lgangacha nima qilmadim. Keyingi odamni o'zi baholanmagan deb chiqyapti menga. O'qitib mana o'zimga o'zim bo'lgandan keyin bu yerda ana shunday ko'rinishda sizlar bajarganinglardan keyin men sizlarga boqib qo'yaman. Bu avtomatik turda sizlarda ko'rinib turaveradi. Assalomu Tushuntira alaykum oldimmi? domlalar. Va alaykum assalom. Men Marhamat, savollar bo'lsa. Shuni tushunmayman shu vajlaridan men domlalar. Shu qarab o'tirib haligacha men ishlab ham ko'rmadim doğrusu bunday vajlarni. Kompyuterda ishlash kerakmi bularni bilmayman men. Kompyuterda ishlaysiz. Umuman baho qo'ymang qo'yarsiz unda men. Kompyuter yo'qlashadi, kompyuter yo'qladi domlalar. Shuna qo'rqib qisinib o'tiribman. Baho qo'ymang qo'ysangiz bizlarga. Misol men tushunmayman umuman. Endi mayli, men tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Ya'ni nima qilish kerak ekan. Kompyuter yo'q deb bu bahona emas. Masalan, sizlarda demak masofaviy o'qishni tanlagansizlar. Demak masofaviy o'qish uchun sizlarga eng kerakli narsa o'sha qurilmalar kerak bo'ladi. Misol uchun mana kompyuter. Qo'shma o'zingizda kompyuter yo'q. Mana xohlasangiz mana universitetga o'ziga boring. O'sha 9 etaj binosida 9-etajda kutubxona bor. 50 tami nechtadir kompyuter bor. O'tirib ana shu joyda ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Men hozir ko'rsatayotgan narsalarni sizlar amalda ishlab ko'rmaydigan bo'lsanglar, mana hozirgi Yakuboyda adashmasam ahvol bo'ladi-da. Amalda bajarib ko'rmasangiz men ko'rsatgan narsani, siz bu narsani hech qachon o'rgana olmaysiz. Demak, sizga baho olish uchun demak bu narsani amalda ishlab ko'rish kerak. Endi yana savol paydo bo'lsa, men misol uchun mana u tumanda yashayman. Masalan, Qo'shko'pirda yashayman yoki u Hazarasning eng chekka joyi qayer? Xorazmda. O'sha Drujba degan joylari bor, adashmasam, markazga uzoq. Shu yerda yashayman deyishim mumkin. O'sha siz yashab turgan hududda maktab bor. Ixtiyoriy o'zingiz o'qigan maktabingizga borsangiz kompyuter bor. Bu narsani misol uchun yo'q deb turib bahona qil orqali men siz o'rningizga ishlab mana topshiriq yuklab qo'ymayman. Demak, siz nimadir ishlashingiz, ishlab mana shu yerga yuklaysizlar, keyin sizlar baholansizlar. Keyin bu narsalarni amalda ishlab ko'rmasanglar, endi keyingi haftadan boshlab har bir mavzu bo'yicha test ham joylanadi. Endi test uchun kompyuter shart emas. Telefonda kirib ham testlarni ishlashinglar kerak bo'ladi. O'sha bir testdan o'tgandan keyin o'sha mavzu o'zlashtirilgan deb hisoblanadi. Bo'lmasa o'zlashtirilmagan bo'lib boraverasizlar. Har bir mavzuga test, taxminan 10 tachadan savol qo'yib chiqaman. Hozir savollar tayyorlab boshladim. Har bir mavzuga alohida test joylashtiriladi. O'sha va keyingi mavzuni o'shanga qarab o'rgangan hisoblanadi. Shuning uchun mana bu tizim sizlardan talab qilinadigan birinchi narsa, mana dars jarayonida men o'tdim nimanidir tushunmadingiz. Demak, platformaga kirasizlar. Platformada qo'shimcha ma'lumotlar bor.
mana bu platformada. Bunu sizlarga bergan. Login parol berilgan sizlarga. Masalan, mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, Justity. Mana 110 ta odam bor. Endi buni orasida o'qituvchilar ham bo'lishi mumkin. Qarang, ayrim birovlar umuman kirmaganda bu yerga. Qarang, nechta odam bor. Bu bunaqa emasda. Demak, kirish kerak bu yerga. Kirib turib nechta? Mana bilmadim hozir nechta odam ekanini. O'sha ko'p odam. Buni eksport qilib olsa bo'lardi. Buni eksport qilib soni chiqarishim. Assalomu alaykum domlalar. Va alaykum assalom. Men guruhda yangiman. Birinchi chesadan qo'shildim-da. Hozir tushunishim bo'yicha endi men bir ozgina kompyuterlik sohasiga tushuncham bor. Ya modem degan narsaga slayd joylaymizmi shunda? Tushundim. Birinchidan modem emas, modul platformasi. Ha, modul. Ana shu platforma, demak, platformaga topshiriqlar turibdi mana. Topshiriqlar berilgan. Sizlarga ana shu topshiriqlarni demak bajarib, nima qilish kerak ekanligi hammasi yozilgan. Bittalar maydalab, birinchi buni ishlaysan, ikkinchi buni ishlaysan, uchinchi buni ishlaysan deb yozilgan hammasi. Ochib kirsangiz ichiga, ana ichiga kirsangiz chiqadi o'sha narsalar. Nima qilish kerak ekanligi. Tushunarli. Shu yerda o'sha ketma-ketlik asosida topshiriqni bajarasiz. Faylga qanaqa nom berish kerak hammasi ko'rsatilgan. Mana shu ko'rinishda topshiriq bajarib mana yerga yuklaysizlar. Men kecha darsda sizlarga aytdim, metodik qo'llanma tayyorlab qo'yibman. Hozir sal grammatik xatolari bor, o'shalarni to'g'rilab o'tiribman. Buni ham tashlab beraman. Demak, mana bu tizimda qayerga kirasan, qaysi tugmani bosasiz, hammasigacha yozilgan. Marhamat, kimda savollar bor? Damla, menda savol bor. Assalomu alaykum. Shu PowerPoint o'tirganimizdan keyin megabaytni kuchaytirish uchun qaysi programmadan foydalanamiz? Shuni ham yana bir marta aytib bering yo gruppaga tashlab qo'yasizmi? Mana. Qarang. PowerPointni o'zida dedim. Saqlanib qilgan paytingizda u hajmi katta bo'ladi-da. Rasmlar, boshqa narsalar bo'lgandan keyin shuning uchun buni PDF formatga o'tkazib olgan ma'qul. PDF formatga o'tkazish uchun, misol uchun, mana siz slaydingiz mana. PDFdan sig'masa dedingiz, yana bir PDFdan katta bo'lib ketsa dedim. Dedingiz-ku, shuni Hozir ketma-ketligini tushuntiraman-da, o'shani tushuntiryapman. Mana misol uchun. Mana bir deb qo'ydim faylning nomini. Mana bu yerda mana PDF dedim. Eng birinchi mana standartida turadi. Birinchi minimumga qo'yib olasiz mana. Aslidagi. Saqlanib. Bo'ldi, bu saqlanib qildik. Endi bu ham katta bo'lsa, kichiklashtirish kerak bo'lsa dedim mana. Mana bu sayt dedim. shundamla yozib oling, o'rnatmayman. Hozir hammasini nima qilaman? Yaxshi. Demak, qarang. Mana shu saytlar sizlarga ko'p kerak bo'ladi. Telegramdan tashlab qo'yaman. Ularni yozib olinglar. Telegramga ham tashlab qo'ydim. Nimalarni kerak bo'ladi. Demak, ikonkalar, rasmlar, onlayn kompyuter boyagidek bir formatdan ikkinchi formatga o'tkazish va mana PDFlar bilan ishlash
Yo'da o'sha PDF'da hajmi katta bo'lib ketsa, masalan, mana compress PDF degan kirasiz. Ya'ni compress degan kichiklashtirish degan. Mana shu joydan qilib ishlab olaverasizlar. Tushunarlimi? Avang domla yana bir savol. Keyin o'zbek tili Marhamat. o'zgartirish shartmi yo rus tilida bo'lsa ham tashlayversak bo'ladimi? Nimani rus Hozir tilida tilni tashlaysiz? o'zgartirishingiz kerak studentlar dedingiz-ku. Yo'q, siz demak topshiriqni o'zingiz Topshiriqni ishlaysiz. tashlayajak vaqti Topshiriqni o'zbekcha o'zingiz ishlaysiz, o'zbekcha ishlaysiz. Siz o'zbek tilida o'qigansiz, siz o'zbek guruhida o'qiyapsiz. Internetdan bir ruscha yoki inglizchani olib turib menga tashlab berishingizda kerak yo'q. Uni men o'zim topib olaman kerak bo'lsa internetdan. Men sizlarga baho qo'yishim kerak o'sha narsa asosida. Shuning uchun qo'ldan kelgancha maksimal darajada harakat qilish kerak. Umuman hech narsa ishlamasanglar, misol uchun men hech narsa sizlarga baho qo'yib bera olmayman, osmondan olib. Shuga vazifani gruppaga tashlab bering domla. Mana qarang, men gruppaga tashlab boshqa narsa qilib o'tirmayman. O'tira olmayman. Sababi mana bu tizim ishlab chiqilganda sizlarga maxsus tizim ishlab chiqilgan. Buni misol uchun nechta odam nazorat qilib o'tiribdi. Men Telegramga tashlaganimda hech kim nazorat qilmaydi, menga ishlamayapsan deydi. Mana bu yerga kiring, mana bu saytga kiring. Men to'g'risi birinchi darsda aytganman, u nimada o'zim vaqtimni nima qilib o'tirmayman, Telegramga kirib boshqa narsa qilib. Mana tizimga kirsangiz, mana shu yerda hammasi turibdi, tartib bilan turibdi. Telegramga tashlagan bilan hozir siz so'radingiz, ertaga ikkinchi odam yana so'raydi, tashlab yuboring deb. Uchinchi odam yana so'raydi, tashlab yuboring deb. Shuning uchun bu narsa mana tizimga kiringlar, platformaga turibdi hammasi. Men tashlab o'tirishimni umuman kerak yo'q. Mana shu yerda maydalab, tushunarli qilib yozilgan. Leksiya, amaliy, topshiriq ko'rinishida hammasi turibdi. Gruppaga tashlash kerak yo'q bu narsalar. Assalomu alaykum domla, mumkinmi? Marhamat. Topshiriqda taqdimotni Canva'da tayyorlab yuklasam ham bo'ladimi? Bo'ladi, farq yo'q. Rahmat. Bemalol. Iloji bo'lgancha faqat boya aytdim, PDF formatga o'tkazib yuklanglar. Shu bo'lsa, sizda ko'ringan narsa, siz bir qanaqadir shriftlarni foydalanishingiz mumkin. O'sha shrift menda bo'lmasa, ko'rinmay qoladi. Endi Canva'da odatda PDF ga o'tkazib nima qilib beradi yoki PowerPoint ga o'tkazib beradi. Shuni aynan PDF formatga yuklasanglar ma'qul bo'ladi. Tushundim. Canva'ni yaxshi tushunaman-da, shuning uchun. Bemalol. Xohlagan hamma topshiriqda nima bor? Prezentatsiya ishlash degan joyi bor. O'sha Canva'da prezentatsiyalaringizni bajaring. Zo'r qilib muammo yo'q. Kecha shu matematikadan modliga yukladim. Bugungi darsimizdagiday 2 megabaytdan ko'p deb chiqaraverdi-da, PDF nami. Ana shu holatda mana I love PDF.com yoki bo'lmasa mana internetda hammangiz ishlashni bilasizlar. Google'ga kirasiz, oddiy poiskovikka izlaysiz mana shu yerda. Сажать PDF mana o'zi chiqadi dardi. Bunaqa saytlar ko'p mana. O'sha I love PDF chiqaryapti. Small PDF degani bor, Tools PDF 24.org degani bor, PDF to go degan sayt bor, Compress to go degan saytlar bor. Ko'p bunaqa saytlar. Misol uchun kim qaysini ishlatadi, bu o'zini ixtiyoridagi narsa. Bular hammasi demak onlayn servislar. Ayrimlari pullik bo'lishi mumkin, ayrimlari bepul. Demak mana shu men o'zim ko'p mana shuni ishlataman. Marhamat, yana kimda savol bor? Savollar yo'q bo'lsa, demak bugungi darsimizni tugatamiz. Salomat bo'lasizlar. Bu bilan tugadi bugungi darsimiz. Rahmat domla dars uchun.